Samarqand moshin bozori ham tamom bo'ldi. Soat 4:30 bo'libdi. Bozordan chiqib ketishda. Shu Nexia 3 bilan Spark bir telefondan darmon bo'ldimi, shoferlar yo yo'l talashdimi ko'rmadim. Lekin mana shunday kasofat yuz berdi. Bozordan chiqib ketishda. Nima demoqchiman? Hammasi yaxshiligiga. Hozir mana endi boyna bir ketdi, nima bo'ldi, nima qolibdi deb. Nexia 3 egasi shu Spark moshinni sotib oldi hozir. Mana qarangda, Nexia 3 ham qaytotdi egasi, moshin olmasdan, o'zinikini ham sotmasdan, Spark ham shu bozorda sotilmasdan qaytotdi. Mana shu kasofat orqali Sparkni sotib oldi Nexia 3 urgan odam. Nima demoqchiman? Har bir ishda o'ziga yarasha bir hikmati bo'ladi-da, hammasi yaxshilikka. Shuning uchun bir boshingizga bir sinov keldimi, bir musibat keldimi, sabr qiling, shukr qiling, hammasi yaxshilikka, xudo xolasa.